Assalamu alaikum. Şarkı Türkistanlık aziz qarindoshlarım. Mana bugün bütün dünya Müslümanları cheksiz hayacan ve teşnalık içinde 11 ayının sultanı mübarek Ramazan ayıga şeref bilen qadam bastık. Muşunda xasiyetli bir ayının yetip geliş münasebeti bilen Dünya Kurultayı namıdan vatan içi ve sırtidagi bütün xalqimizning bu Ramazan ayını yürekten qutlaqlayman. Allah ibadetlerimizni, dualarimizni qabul qilgay. Ulug' Ramazanning xosiyati bilan hammamizga hidoyat ato qilgay. Aziz qarindoshlarım, har qatim bütün dünya musulmonlarini shodlik cho'mdirgan mushunda xosiyatli kunlar yetib kelganda vatanimizda Xitoy zulm ostida chiqirayotgan xalqimiz Xitoyning vahshiy zindonlarida, jazo lagerlarida, majbur emgak maydonlarida jon talishayotgan millionlagan begunoh qarindoshlarimiz, Xitoyning ishkiri o'lkalarida qul o'rnida majbur ishlatilayotgan qiz yigitlarimiz, yani şundaqla vatansizlik dastidan ko'rish imkoniyatimiz bo'lmagan ota-ona, urug' tuqqan, do'st, yarallarimiz ko'z oldimizda namoyon bo'ladi va buningdan cheksiz azoblanamiz. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, vatanimiz Sharqiy Turkiston kommunist Xitoyning tajovuzsiga uchragandan buyon vatan ichidagi qarindoshlarimizning biror kunimmo xotirjamlik va shodlik ichida o'tib boqqani yo'q. Xalqimizning har bir kuni qonliq yosh to'kish bilan ve musibet içinde hasretleniş bilen öttü. Muhaciretki qarindoshlarimiz mu vatandaki atana, urug' tuqqan, do'st yaralları ve suyumli xalqining dard peg'allarida qayg'urish, hasratlanish, azoblanish tuyg'usi ichida bugünkidek kunlarni kutib olishga majbur bo'lib keldi. Qisqasi, zalim Xitoy hokimiyati xalqimizning har qatimliq muborak Ramazon oyini azob uqubat ve zulmga to'lgan jahannam oyiga aylantirdi. Haqiqat şunu ispatledi ki eğer biz cesaret ve küreş bilen öz erkinligimizni, milli müstakilligimizni qo'lga olmaydiganmiz, bizga abadiy tinchlik, xotirjamlik ve baxt saadet yok. Yani shundaqla Allah oldidagi musulmonlik majburiyatimizni erkin, ozodlik ichida ado qilishning mangu mümkün bo'lmaydiganligiga shohid bo'lyapmiz. Aziz qarindoshlarim, bugun 21 asr dunyoning ko'z oldida Sharq Turkistonga uchrayotgan irqiy qirg'inchilik butun xalqaro jamoatchilikni uyg'otdi. Ko'plagan davlatlar Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati o'tkazayotganligini qabul qildi. Hammamizning birlikda moddiy va ma'naviy jihatdan kuch chiqarishimiz bilan Londonda qurilgan Uyg'ur mahkamasi Xitoyning xalqimizga qarshi irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini ve insaniyet karşı cinayet ötküzüyotganligini ispatladi. Xalqaro jamoatchilik bu irqiy qirg'inchilik ve insaniyet karşı cinayetning hisobini so'rashga o'tdi. Mana shunday xalqliq paytda bütün Sharq Turkiston xalqi chuqum qayg'uni kuchga aylantirib, Xitoyga qarshi birlik qurib, Sharq Turkiston mustaqillik davosini kuchlantirish yo'lida yuksak shijoat ve fidokorlik ro'yi bilan millat sifatida jiddiy harakat o'tishimiz har vaqtdagidan texmo zarur bo'lmoqda. Şunun için aziz qarindoshlarım, mana bu ulug' ay, ulug' kunlarda her bir ibadetlerimizde Cenab-ı Allah'tan vatanimiz Sharq Turkistonga ozodlik, xalqimizga hurlik tilayli. Xalqimizning hurligi ve erkinlik yo'lida shahid bo'lgan aziz shahidlarimizning ro'yiniga fotiha o'qiyli. Ularning suyimli ota-ona, urug' tuqqanlarga sabr, toqat tilayli. Her qatimliq iftorlarimizda, dua talablarimizda Cenab-ı Allah'tan Xitoyning zindonlarida azob oqibat chekayotgan sansızlıgan batır azmetlerimizden erkinlik yerişini tileyli. Köz yaşlarımız her zaman vatan içindeki mihriban halkımızın köz yaşları bilen birgi olsun. Mana bu mübarek aynı Cenab-ı Allah'ın buyruğundaki hayri, sahavet, ihsan, şefkat, birlik, ittifaklık, dostluk, hemkarlık, söygü, muhabbet aylandıraylı. Bu mübarek ayda Xitoyning her qaysi ellerinin türmelerinde, lagerda azap çekiyotgan qarindoshlarımızga Allah'tan kuch quvvat, nusrat, hurlik tileyli. Ularga yordam qo'limizni sunishni bir insoniy, milliy, diniy ve qarindoshlik burchimiz deb bilayli. Hammamiz o'zaro ixtilof ve adovatlarni kallimizdan chiqarib etib, vatanda zulm ostida jon talishayotgan xalqimizning hurligi, ozodligi uchun milliy mustaqillik kurash yo'lida birlikda ilgarilayli. Aziz qarindoshlarım, Hemmenler ma'lum bo'lgandek İslamiyetning ashaddiy dushmani hisoblangan mustabid kommunist Xitoy hokimiyati vatanimiz Sharq Turkiston isloh qilgan 1949 yildan toki hozirgacha musulmon xalqimizni majburiy dinsizlashtirish ve muqaddas islom dinimizning go'zal vatanimizdagi shonliq izlarini butunlay o'chirish uchun qilmagan vahshiyliklari qolmadi. Bo'libmi vatan ichidagi xalqimizni
bölüş ve parçalaş için dini zatlarımız bilen ziyalarımız oturusunda sünni ziddiyetler peyda kılıp ve fitne uruklar çeçip milletimizin ceferi ve yetekçileri hesaplanılan dini zatlarımız bilen ziyalarımız oturusunda düşmanlık peyda kılışık ornup geldi. Şunun için meyli dini zatlarımız bolsun yoki ziyalarımız bolsun bir-biriga bo'lgan söygü, hemkarlık ve ittifaklıkni texim güçlendirish, Xitoyning bu suiqasdini gumron qilish lazım. Fakat da'vo qilayotganligina emas, muajirat bütün qarindoshlarımizning hem dini alaylıklarimizni hem milli alaylıklarimizni qo'g'dash ve igi chiqish majburiyatimiz bor. Xalqimizning ming yillardan buyon e'tiqod qilib kelgan ve bu muqaddas yo'lda sonsizlig'an shehidlarni bergan İslam aqidlarimizni, İslamga bo'lgan sevgimizni, musulmonlik g'ururimizni qo'g'dab qilish faqat diniy zotlarimizning emas, balki butun ziyolarimizning, jumladan keng avam xalqimizning burchi va majburiyatidan iborat. Bu dunyo qurultiyining tavranmas prinsipidir. Shuning uchun mayli ziyolarimiz bo'lsin yoki boshqa sohalarda xizmat qilayotgan har qanday shaxslarimiz bo'lsin, Müslüman Şarkı Türkistan xalqining dini itiqad quyruqlariga alayda hurmat qilishini, muqaddas islomning shon sharafini qo'g'dishi, xalqimizning diniy hissiyotlarini ranjitadigan so'z harakatlardan qat'iy saqlanishi, muvajihat yashayotgan xalqimizning imoniy diniy alayliklarini texnik kuchlantirish uchun tirishchanlik ko'rsatish lozim. Biz qilgan diniy va milliy alayliklarimizdan voz kechishga yoki uni rad qilishga qat'iy xato. Bu o'zimizni Uyg'urligimizni, kimligimizni rad qilganlikdir. Shuni qayta ta'kidlab o'tmoqchimanki, xalqimizning diniy va milliy hissiyotlarga hurmat qilmaganlar oldi bilan dunyo qurultiyining va keng xalqimizning qarshilik uchraydi xolos. Janob Alloh yar va yordamchimiz bo'lsin. Hammamizning Ramazon oyiga takrar muborak bo'lsin.